Boshlovchi. Biz podkazation qilamiz. Podkazation. PlayStation o'ynash osonmi? Freestyle qilishmi? Odam bo'laylik. Pedri! Yo'q! Qonli jang davom etmoqda. Axiyra sen yaxshi o'ynarding ma'lum. Ture, bu qanday yotib oldimi? Ture, choy ichib yotibdimi? Go! 92! Klasiko aynan shunday bo'ladi. Tushunmadim, men bu ishlamayaptimi deyman. Xavfli. 80-daqiqaga 2 daqiqa qolmoqda. Hormanglar, o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Uydagilar, bola chaqalar, hammasi chotki bo'lsa, biz xursandmiz. Bu Podkazation degan yangi loyiha YouTube'da. Bu yerda biz PlayStation o'ynaymiz. Qizig'i shundaki, boshlovchini o'zi chaqirar ekansiz bu yerda. Boshlovchi yo'q ekan. Boshlovchi. Ketib qolsalar kerak, hozir kelsalar, biz Podkazation qilamiz. Podkazation. Jasur, yaxshimisan? Sonlar yaxshimi? Tuzimsan? Qancha? Yaxshimisan? Chaqirib qo'yib kech qolishmaydi. Nima bu? Qalammi? Nima deb o'ylaysiz? Shu chemadonni ko'tarib qo'ying. Narsa bormi? Aloqa necha pul sig'ar deb o'ylaysiz bu chemadan? Bu rostdan pulmi ichida buni? Ko'rsam maylimi? Deymi? Maylimi ochsam? Birinchi taxminan sifra ayting. Necha million? Nima pul ko'tarib kelding sen? Qarz oldingmi? Prostaga o'ynamaymiz. Ha, yo'q. Ha? Pulga o'ynaymiz. Ha? O'ynaganmiz pulni? Yo'q. Endi o'ynaysiz-da. Sababni oching aka. Kam-kamni o'ynaveramiz. Farqi yo'q. Endi prosta Ochib qo'yamiz. nima qilish kerak? Yutish kerakmi seni? Hozir tushuntiraman. Hammaga salom. Podkazation navbatdagi son. Bugungi mehmonimiz Aboka, hammamiz bilgan. Xo'p, Aboka. Avvalambor kelganingiz uchun rahmat. Xursandmiz. Shu pulga ko'p qaryapsan-da shu. Men ham bunda manfaatim bor-da. Pulni yaxshi ko'rasan. Qonun qoidani tushuntiraman, Aboka. Bitta o'yin bo'ladi. Aboka, mana shu anqayib qoldim. Har bitta golga 100 mingdan olamiz. Siz ham men ham. Yo'q. Bitta gol urasiz 100 ming. Bitta gol urasiz 100 ming. Blin. Prosta tak o'yin emas-da. Lekin men anchadan beri o'ynamadim, lekin yaxshi o'ynardim men lekin oldin. Biz kim bilan o'ynaysiz oxirgi? Oxirgi marta qachon o'ynadim men? Eslolmayman ham. O'sha oxirgi marta biz nima gapda podkast qilganimizda o'ynaydik-da. Men o'ynamadim, endi qarab turdim o'ynayotganimga. O'ynab turasiz-ku. PlayStation amalda o'ynaysiz deb eshitganman. Yo'q, o'sha Mirza Hakim aka To'xta Mirzayev kelganlar podkastga nima gapga men sharhlaganman. Konsta bilan Sardor o'ynashgan. Shu joyini qo'yib ketamiz. Bemalol tepa-tepa qayerda ko'rib ketsalar bo'ladi. O'sha yerda lekin Konsta o'ynashni bilmas ekan. Xo'p, qonli jangga tayyormisiz? Qonliga tayyor emasman, lekin jangga tayyorman. Go. Yopib qo'yilyapti ko'zlarni achitadi. Yo'q. Motivatsiya bu. Yo'q, bo'pti. Men anaqa qarab, ekranga qarab o'ynayman. Qilichingizni olib oling. Joystick zo'r, ishda. Bizda payt simli joystiklar bo'lardi. Bilasizmi bizga bu sharoitlar kim qilib bergan? Kim? Nima deb o'ylaysiz? Orqasiga neon deb yozib qo'yishibdi. Yaxshi. Без комментариев. Да. Все условия создал неон. Да. Ketdik. Qaysi komandada o'ynaysiz o'zi? O'zi menga Barselona komandasi yoqadi. Men unaqa fanat emasman, unaqa Barsa, Real mana. No? Komanda Barselonaga qarshi albatta hammamiz kutgan jamoa, meni sevimli va suyukli jamoam. Sen o'zing yaxshimisan, Jasur? Sonlar yaxshimi? Yuribmiz-da. Jasur bilan biz restoran degan serial olganmiz, juda ham zo'r serial chiqqan, televideniyada ko'rsatilgan. Necha yil bo'ldi? 2019 adashmasam. Ancha o'qib qopti, qara. 6 yil bo'libdi Aboka. Yashirdik o'sha anaqa Milliy TV'ni ofisida ichida yashirdik biz. O'sha yerda o'qirdik. Siz Aboka bo'lib ketdingiz. U payt Aboka edi. Men u payt prosta Aboka edim endi. Hozir Abokasiz. Endi Barbarella aybdor bunga. Xo'p, biz jamoalarni tanladik va o'zi
Qachon futbol ko'ra boshlagan? Necha yoshingiz? Futbolga mehr shu maktabdan, o'sha maktabdan oldin bizda unaqa PlayStationlar bo'lmas edi. Umuman olganda nima deylar? Bo'lardi. internet bo'lmas edi, reelslar ko'rib o'tirmas edik. Hozir sizlarga o'xshab. Biz shu chang polilarda suv sepib, bolalar bilan yig'ilib keyin futbol o'ynalardi. Hozir hamma yoq искусственный gazon bo'lib ketdi. Zamon aylashib ketdi deysiz-da yoshlar. Endi bu yomon emas-ku axir. Yaxshi ham emas-ku axir. Ну, rivojlanish-ku axir. Balki axir. Axir. Sizga savol-da. PlayStation o'ynash osonmi, freestyle qilishmi? Bu ham bir qanaqadir freestyle, chunki PlayStation o'ynaganda qachon qaysi knopka bosish ham joyida keladi-yu. Masalan, aytadi-yu futbolda maydon tekis, to'p dumaloq deyshadi-yu. Bu ham bir qanaqadir freestyle. Lekin bilmayman, oson qiyin. Futbolchi bo'lganingizda qaysi futbolchiga o'xshardingiz? Prям hozirgi davrda bor-da shuna futbolist. Xuddi mana shu bo'lardim men degan futbolistsingiz bormi? Yo'q, unaqa Prям bez fanatizma unaqa. Hayot bitta, bekor o'tirish kerak emas. Divanda PlayStation o'ynab. Qimor o'ynamaylar. Hazil bu, конечно. Endi bu qimor emas, просто. Qimor emas bu. Misol uchun 1 million uchun ikkalamiz o'ynamayapmiz-ku. Yo'q. O'sha bu sovrin. Hamma joyda sovrin bor. Da, sovrin bor. Qaysidir chiroyli komment yozgan inson balki emas, точно hozir men gol urib tashlasang kerak. Sen ko'plar bilan o'ynagansan. Yo'q, o'tgan safar sizni yutqizganman. Kimga? Abdurahmon degan brat bor, stand-upper. Ha. Prosta keldilar-da, men unaqa o'ynash bilmayman, ama tez o'ynagan. Zo'r, Mirshakarlar bilan birga anaqa chiqishadi. Yaxshi serialda chiqqan. Zo'r rol o'ynaganlar. 5 turdi-da, spokойно ketdi-da. Qara. Men 95 benzin quyidiraman. Aka revanch bo'ladi, qarab turing. Xo'p, aka, men hozir siz o'rningizga yutishga harakat qilaman, lekin qarang, va'da bermayman, lekin katta gapirish yo'q. Demak, o'rtoqlar, biz boshladik. Ketdi. Go. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Bugun mana hozir Neon markaziy stadionda kabinkada Jasur ukajonim bilan o'tirib, mazza qilib futbol o'ynaymiz. Sizlar ko'rib, tomosha qilib, mazza qilib dam olinglar. Tak, hozir Jasur 100 ming so'mni eng chiroyli sharhlovchiga berish maqsadida hozir harakat qilmoqda. Juda ham chiroyli o'yin bo'lmoqda, lekin Barselona yaxshi harakatlanish harakatida. Taftologiya uchun uzr. Shouimiz qonun qoidasiga ko'ra bitta o'yin bo'ladi faqat. Voy, De Jong xato qilmoqda. Fintlar ko'rmoqdamiz hozir biz. O'yinchi yo'q oldida, lekin fint bor. Oy. Chouamini. Yo'q. Afsuski. Siz shunday dribling. Afsuski. G'alati atakalar qilmoqda hozir. Barselona o'zi nima yangiliklar media olamida aldab turgan joyda hozir zarba bo'ldi. Albatta, hozir savol berib aldash, albatta bu nima gap podkastda. O'zi po faktu men sizni chalg'itishim kerak, lekin o'tgan safargi upislarga qaraganda men ko'p savol bersam o'zim chalg'ib qolayman o'yinda. Yaxshi ataka qilsam deychi. Bizga out kerak, ugl kerak emas. Zarbasi kerak emas bizga. Ferlan Mendy. Ferlan. Pozitsion o'ynar ekan. Stabokaz Qo'lyanni normalni ko'rar ekansiz. Yo'q. Gol! Yo'q! Shtanga, do'stlar, shtanga. Yaxshi. Cho'ta poteryaga borlari bo'ladi. Gol bo'larmikin degan savolga
Javob yo'q. Yomon davleniya qilyapsiz lekin. Yo'q, endi. Golni hidini oldingiz-da siz. Yo'q. Gol. Gol o'rtoqlar. Gol. Aytdim, hozir aytdim. Ana. Bo'lib turadi. Sovrin jamg'armamizdan olib, bitta pochkani yoningizga qo'yish huquqingiz bor. Bo'ldi. Mana loq qo'yamiz, mana loq qo'yamiz. Отпечатка yo'qmish qilib. Bo'ldi, endi ehtiyot bo'lish kerak-da. Endi o'ynaymiz bolalar. Yaxshiroq o'ynaymiz endi. Qani? Bir gol o'tkazib berdingiz. Braziliyada bitta o'yin bor ekan. Что? Pedri. Yo'q. Shunaqa o'yin bor ekan. Что? Mafiozilar pistolet bilan turar ekanda. 4-ga 4, 5-ga 5 o'yin. Rafinha pul uchun o'sha o'yinda o'ynagan ekan. Что? Ota olish ham mumkin, yo'qmasiz. Yo'q-a? Rus ruletkaga o'xshagan ekanda. Tipa, o'yiningiz yoqmasa, просто otib tashlash ham mumkin. Rozi bo'lib kirasiz o'sha o'yinga. Gap qoldi. Einstein 1-0 Barselona oldinda, Aboka oldinda. Maydon tekis, yer dumaloq, o'yin tugagani yo'q. Maydon tekis yer dumaloq. Maydon tekis, yer dumaloq. Top dumaloq demoqchi edim, yer dumaloq dedim. Mayda, kim bo'lmasa ham yerdan uzilmaylik do'stlar. Odam bo'laylik. Hozir to'pni olib qo'ydi, lekin bu yerda adashtirib hozir gol urmoqchi bo'ldi. Lekin offside. Mahallada offside bor ekan. Bunday xatoliklarga yo'l qo'yish kerak emas. Ana standart 100%li. Turay, bu qanday yotib oldi bu? Turay, choy ichib yotibdimi? Nima bo'lyapti? Yanami? Sudya lekin qarindoshmi deyman? Yo'q. Sardor Salamov emasmi sudya? Yo'q. Nima bu? Axir bu nima bu? Qanaqa sakraydi anaqa? Vinicius! Bappa. Oy. Omad bizdan Aslo tark etmasin. nafaqat yuzini boshqa joyga ham buryapti hozir. Xavfli. 80-daqiqaga 2 daqiqa qolmoqda. Barselona, Real Madrid. Modric hozir. Luka Modric. Axira 80-daqiqada. Vinicius Junior. Joyiga qo'yib qo'yamiz men uni. Endi men olaman. Yaxshi. Qiyin. Abok 80 minut gol o'tkazmadi. 80 minut. Bizda yutib ketish imkoniyati bor. Abok sizlar o'ylaganchalik oddiy o'ynamaydi va qarshi hujumda De Jong, Lewandowski, Yamal, Pedri yo'q. Gol! Ekan, mana buni bundoq qilib qo'yinglar, shu. Shans bor. Jasur, xafa bo'lma. Izolyatsiya qilyapsiz-da, to'g'rimi? 90-minutda. Yo'q, shans bor. 90-minutda qanaqa shans bor? Bor. Aytaman-ku, maydon tekis, top dumaloq. Yeram. Tepsang bo'lardi lekin. Pappa! Mana 92. 2-2. Ana. El Clasico aynan shunday bo'ladi.
Esimdan chiqmasdan. Menimcha extra time. Extra time. Bunaqasi hali bo'lmaganmi? Yo'q, birinchisi. Ana, zo'r, qiziq. Extra time. Qadrli do'stlar, qonli jang davom etmoqda. Juda keng o'ynayapsiz-da, Boku. Net. Ikkita shtanga. Shunchaki Mana bugun omadim kelmaydi menimcha. shunchaki izolyatsiya qilyaptilar. Men endi tushundim. Afsuski men tushunishim uchun 90 minut ketdi. Shunchaki Deyong bilan prosta izolyatsiya qilib qo'ydi. Siz meni o'yinimga baho bermayapsiz. Net. Yaxshi. Men beraman, qo'lingga berib qo'yaman. Bu fint edi va to'g'risini aytsam, bu shunaqa aldadim, berib qo'ydimda, keyin o'zi berib yubordi mana. Mayli. Extra time birinchisida yutqazyapmiz. Ammo imkoniyat yo'q birinchi time, extra time. Yana ikkinchi time bor ekstrasidan. 2 daqiqa qolganda mag'lubiyatdan chiqib ketding-ku. Mana senga yana shans. Endi Barsa kambag'al komandada bo'lgan oldi. Real endi qirollik klub. Voy. Vini! Gol. Vinicius. Gol. Chiroyli kirish bo'ldi. Lekin tushunmadim, ma'mur ishlamayaptimi deyman. Ishlayapti. Prosta men shunaqa taktika qilib qo'yding-da. Yo'q, shunaqa chiroyli o'ynayman-da, men chiroyli qo'yaman keyin. Yo'q. Voy, Bappe. Gol o'tkazgan. Voy. Vinicius Junior. Hat-trick. Молодец. Qiyin bo'ldi. Qiyin. Va nihoyat oldinga oldik. Jasur bola ekan deb o'zim. Qiynayapti Jasur, lekin hechqisi yo'q. Bu o'yinda yutadiganlar bor, yutqizadiganlar ham bo'lib turishi kerak. O'yin daqiqalariga 10 soniya qoldi. Yo'q. To'g'ri. Biz ham oxirgi daqiqalarda urushni bilamiz do'stlar. Biz ko'rganmiz, biz o'rganganmiz, biz kitob o'qiganmiz. Siz ham kitob o'qing. Kitob o'qiymiz. İzlete qilibsiz-da, aka. Yo'q, просто o'yin chiroyli o'yin bo'ldi, to'g'ri, qiziq o'yin bo'ldi. Ana, penaltimi bu yoq endi? Mana penalti ko'ramiz. Qiziq-ku axir. 15 minutlik выпуск, 1 soat podkast bo'lib ketyapti. Hisob 4-4 bilan yakunlandi. Asosiy vaqt endi biz penalti tepishamiz. Penalti. Birinchisi, o'zi extra time birinchi, penalti birinchi. Aboka keldi, hamma shu paytgacha bo'lgan narsalarga tinab kesib tashladi, короче. Men qonun o'rnataman seni shouingda dedi. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Pultlarni yoshda bekitamizmi? Albatta. Astag'firullah mana. Ana. Pultni bekityapmiz faqat. Qani, tak strelka любой, bosirish kerak. Da. Aha. Bappe. Yo'q, undamas ekan-u. Ter Stegen. Darvozabonga gol urganini ko'rganmisizlar? Luka. Yaxshi. Voy. David Alaba. Ter Stegen gol urib ham qaytardi. Aka bekor o'ngga tepdingiz. Nega? Sen o'sha turuding-ku. Qani? Jud bekor chapga tepding-da. Pedri bekor o'ngga tepdim. Voy. Gol. Penaltidan nechta gol urdim? Hammasini olib ketsam bo'ladimi? Yo'q, mayli, pul kerak emas. O'sha kim yaxshi komment yozsa, men o'zimni yutug'imni berishga roziman. Siz o'zi 4 ta gol urdingiz. 400 ming mana.
400 ming sizda. Da. Do'stlar, shu penaltilar seriyasi Aboka просто meni shunchalik izolyatsiya qilib yutdi. Men revansh bo'ladi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa revansh Revansh bo'ladi. bo'ladi. Sardorlar bilan o'ynab ko'ring hali, ozgina trenirovka qiling, keyin balki yutasiz. Lekin bu katta gapirish. To'g'risini aytganda, rahmat chaqirganingiz uchun men maza qildim. Zo'r o'yin bo'ldi, qiziqarli o'yin bo'ldi. Anchadan beri PlayStation o'ynamadim. Oldin ko'p o'ynardik, esladik. Rahmat loyiha uchun. Sizni YouTube'ingizda podpiskalarga beramiz. Savol ham o'ynamaymiz. Mag'lubiyatni hazm qila olmayapman. Shu loyiha to'g'risida to'rt qator she'r yozib beringlar. Yoqsa bizga bemalol 400 mingni beramiz. 400 mingni olib ketaverasizlar. Yoqdimi loyiha sizga bu? Конечно, yoqdi. Sizlarga ham yoqdi deb degan umiddamiz. Podpiska qilinglar, ko'ringlar, podelиться qilinglar hammaga. Kuninglar yaxshi o'tsin. Omad siz va bizni aslo tark etmasin do'stlar. Aboka, rahmat. Shu rahmat arzimaydi. Charchamang. Sog' bo'l. Sog' bo'ling. Men ketdim. Men yopib qo'ydim. Ko'zi yomon qotdi. Chiqib ketdi. Ko'zi ana qoryapti. Nima deyapmiz? Shu qizlarga mana shu pulga qarash yaxshi ko'raman. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi ko'rishinglar.